Xo'p do'stlar, assalomu alaykum. Demak, bugun Norvegiya, Kanada va Estoniyaga ishga topshirish bo'yicha to'liq video bo'ladi. Noldan ishga topshirish bo'yicha realni ish beruvchilarni o'zini email pochtalari va WhatsApp raqamlarigacha beraman. Faqat videoni oxirigacha ko'rishlaring kerak bo'ladi va bu videoda bemalol o'sha firmalar bilan emas, o'zingiz harakat qilsangiz bo'ladi. Buning uchun mana shu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Like bosgan bo'lsangiz, obuna bo'lgan bo'lsangiz, videoni boshladik. Demak, birinchi vakansiya bu albatta Kanada bo'yicha. Kanada bo'yicha ish joyi Winnipeg, Manitoba shtati va Kanada. Maosh soatiga 30 CAD degani bu Kanada dollari, bilasizlar. Ish beruvchi tomonidan viza hujjatlariga yordam beriladi va eng qizig'i bitta narsa, ish beruvchi oldindan pul so'ramaydi. Rezyumengizni, ya'ni CV'ni mana shu email pochtaga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Agar ma'qul keladigan bo'lsangiz, albatta sizga aloqaga chiqishadi email pochta orqali. Ikkinchi vakansiya bu Kanadaga, British Columbia shtatiga, Kanada kurierlik bo'yicha yetkazib beruvchi ishi bo'yicha vazifalar nimalardan iborat? Jo'natma va posilkalarni yetkazib berish va qabul qilish, yuklarni saralash va xaritalar yordamida manzilga yetkazish. Maoshga keladigan bo'lsak, 34 Kanada dollari. Talablar haydovchilik guvohnomasi bo'lishi kerak va bu vakansiyani ham men sizlarga Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Telegram kanalimda eslatib o'taman. Teacher Rasul eng deb yozsanglar, Telegramdan qidirsanglar kelib chiqadi. Mana bu ikkinchi vakansiya. Xo'p, ketdik. Norvegiya bo'yicha albatta bunga ham email pochtaga CV bilan cover letteringizni jo'natib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu Norvegiya o'sha baliq mahsulotlarini qayta ishlash, sifat nazorati, fileni tayyorlash, saralash, qadoqlash va yorliqlash, mahsulotlarni joylash va jo'natishga tayyorlash bo'yicha mana shu ish vazifa. Maosh 23 yevro, bilasizlar, sal dollardan yuqoriroq yuradi. Yevro примерно 25 dollar atrofida, 24 dollar atrofida bo'ladi. Bonuslar mavjud deyapti. Oylik daromad 5400 6000 yevro netto. Albatta tashab qo'yaman. Telegram kanalimda havolasini, linkini albatta kommentariyada qoldiraman. Rezyumengizni, ya'ni CV'ni mana shu email pochtaga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi variant bu Estoniya. Bu yuqorida aytib o'tganimdek, Estoniyada rasmiy ishga joylashtirish. Bilasizlar, Estoniya Schengen zonaga kiradi. Mana shu Estoniya vizasini olib, boshqa davlatlarga ID karta qilib o'tish mumkin. Mana shuni hisobga olib qo'yishlaring kerak bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri ish beruvchini o'ziga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni vakansiya uchun hech qanday to'lov olinmaydi do'stlar. Kimdir sizga ishga jo'nataman, mana shuncha pul ber, yoki sug'urtang uchun, vizang uchun mana shuncha pul ber deyotgan bo'lsalar, albatta mashinlik bo'ladi do'stlar. WhatsAppdan CV bilan cover letteringizni, CVni, ya'ni rezyumeni jo'natsangiz bo'ladi. Va bemalol rus tilida muloqot qilsangiz bo'ladi. Menimcha hamma narsasi joyida. Faqat bitta tomoni borki, bu tomoni albatta sizga hamma ishga, o'sha vakansiyaga topshirish uchun sizdan CV, ya'ni rezyume talab qilinadi. Rezyume bilan cover letter talab qilinadi. Asosan Norvegiya, Estoniyaga, albatta Kanadaga ingliz tilida CV tayyorlash kerak bo'ladi. Bizda CV tayyorlash xizmati bor. Demak, qanday? CV cover letter o'sha Yevropa va Kanada standartlariga mos ingliz tilida ish beruvchi sizga maksimal qiziqtiradigan qilib tayyorlab beriladi. Cover letter plus mutlaqo bepul cover letter tayyorlab berish. Cover letterni har bir ish beruvchiga osongina o'zgartirish uchun, ya'ni kompaniyani HR menejerda ism familiyasini o'zgartirib, moslashtirib cover letter qilib beramiz. Bu ham bor. Va bonus bor, ya'ni videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun birinchi yozgan 5 kishiga 250 ming so'mdan tayyorlab beriladi CV bilan cover letter. Va plus bu hammasi emas. Plus yopiq vakansiya kanalimiz bor, yopiq Telegram vakansiya kanali bor. Bu kanalda xuddi shunaqangi
ish beruvchilar email pochtalari va WhatsApp raqamlarini har hafta 4 ta 5 ta vakansiyalarni yopiq vakansiya kanalimizga, Telegram kanalimizga joylab boramiz va CV cover letter tayyorlatmoqchi bo'lsangiz, albatta Telegramdan yozing, murojaat qiling. CV cover letter va yopiq vakansiya kanaliga qo'shilish uchun Telegram lichkam Teacher Rasul Norov deb yozsanglar bo'ladi. Ya'ni kuchukcha Rasul Norov deb yozsanglar Telegram lichkam kelib chiqadi. O'zimda rasm qo'yilgan. CV cover letter deb tayyorlab bering deb yozsanglar, birinchi 5 kishiga, ya'ni 50% chegirma bilan 250 ming so'mga tayyorlab beriladi. Mana shu vakansiyalarga hech kim topshirsanglar bo'ladi. Plus yopiq vakansiya Telegram kanaliga ham qo'shilib olasizlar, do'stlar. CV cover letter kerak bo'ladigan bo'lsa, chegirmadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, kommentariy va описаниеda Telegram lichkamni qoldiraman. Shunchaki link orqali o'tib yozsanglar bo'ladi yoki shunchaki Telegramdan kuchukcha Rasul Norov deb yozsanglar Telegram lichkam kelib chiqadi. Shoshiling, 5 kishiga 500 ming so'm emas, 250 ming so'mga yopiq vakansiya kanal plus qo'shilasizlar. Plus CV bilan cover letter Europass qilib tayyorlab beriladi. Hammaga rahmat. Albatta kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Bye.